Ana shu savol sizga qarang. Birodaringizga bir solih ayol xotin so'raganmisiz? Agar kishi birodariga g'oyibona duo qilsa, malaikalar amin va senga ham shuni misli bo'lsin derkan. Demak, birodaringizga duo qilar ekansiz, o'zingizga qilayotgan bo'lasiz. Shuning uchun aytilgan, salaf solihlar agar bir narsani istasa, birinchi bo'lib birodariga so'rar ekan o'shani. Toki farishta uni mislini unga so'rashligi uchun bu ijobatga yaqinroqdir. Ya'ni men o'zim so'raganim ijobatga yaqinmi? Farishta menga so'ragani ijobatga yaqinmi? Tabiiyki biz bir ojiz gunohkor bandamiz. Farishta bizga so'ragani ijobatga yaqinroq. Ana shuning uchun birodaringga so'ra, farishta senga so'raydi. Vallohu fi aunil abd ma kana al-abdu fi auni akhihi degan. Banda birodarining yordamida ekan, Alloh bandaning yordamida. Hozir erkaklar kuyib ketaveradi. Bittasi bir ish qilsa, ishi rivojlanib ketsa, "Yo'q, nimaga bu ishni qiladi? Men qilayotgandim. Menga bo'lsin, u yo'q bo'lsin. Shu birodaringga bo'lsin shu" deb so'ra. Kerak bo'lsa ravo ko'r, Alloh senga ham beradi. Bir birodar bitta xotin olsa kuyib ketaveradi. Nimaga u xotin olaveradi? Shu so'ra birodaringga, Alloh barakasini bersin. Yaxshi-yaxshilarga uylan deb duo qil. Ana shu savol sizga qarang. Birodaringizga bir solih ayol xotin so'raganmisiz? Ko'pchilik bilmaydi mana shu narsani. Masalan, birodaringizga narsa so'raysiz-ku, mana shunga o'xshab. Xotin so'raganmisiz birodaringizga? Ha desangiz, inshaalloh sizga ham bo'ladi. Buni yana aytayapman, siz shu uchun qilmaysiz, lekin o'zi bu. Allohning bir mukofotlaridan ya'ni. Shuning uchun masalan, birov menga duo qilib qo'ying desa, ilohi amin deb men haligi mullalarga o'xshab duo qilishni yoqtirmayman. Duo qilib qo'ying desa, bo'ldi, siz shu yerda keting, men ham ketay, uyimga boray, o'zim keyin duo qilaman. Ana shunaqa deyman. Mana shunda chunki siz ichingizda borini xolis qilib duo qilasiz.